Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar. Oldingi darsimizdan davom ettiramiz. Oldingi darsimizda mana etiketka nastroykalariga keldik. Shuni qilishimiz kerak edi. Kelaylik, etiketka qilishdan oldin men bitta narsa qilib olay, ya'ni yangi proyekt sozdat qilaylik. 2 deb nomladim. Ana endi buni как bazis mebel ishidan import qilishni ko'rib chiqaylik. Bazis mebel ishidan import qilishdan oldin nima qilamiz? Buning uchun GitLab local mana joyiga bosamiz. Bu yerda mana import is degan joyi bor. Shunga bosishimiz kerak. Bu yerda mana import is basis mebelga bosamiz. Oxirgi versiyasi mana 1.79.1 mana shu versiyasini ko'chirishimiz kerak bo'ladi. Tak, bunga bosamiz. Mana hozir menda internet bo'lmaganligi uchun hozir ko'chirmayapti. Lekin menda oldindan skachat qilib bo'lingani bor edi. Bu bizda mana GitLab deb nomini qisqartirib qo'ygan edim. Mana shu programma. Shu programmani kopiya qilib olamiz. Bu yerdan nastroykada mana putika faylini ko'ramiz. Bu skript degan joyi bor. Qani qayerda qoldi skriptimiz? Tekstoy dokumenti, model, shkafi, shabloni, klipish funida va вот mana. File script of users document basis. Hop, mana открыть qilamiz. Kerakli popkamizni ko'rsatib qo'yamiz. Mayli bo'lsin. Tak, mana skript ichiga saqlanib qilib qo'yamiz. Okey. Kopiya olgan narsamizni shu yerga tashlashimiz kerak bo'ladi. Tak, mana skript degan popkani ichiga mana shu yerga stavit qilib tashlab qo'yamiz. Hozircha men o'chirib turay. Bu yerda ozgina popravkalari bor. Kelaylik, mana shuni men to'g'rilab olaydi, keyin sizlarga tushuntirib beraman. Mana nastroykalarini ham qilib oldim. Ana endi bu yerda o'zimizning o'sha sozdat qilgan shkafimizni ochamiz. Nima shkafimiz bo'lsin deylik. Bu yerda mana har xil furnituralar bor, shtangalari bor, listovoy materiallari bor, hammasi bor. Ana endi buni GitLabga o'tkazish uchun mana bu skript degan popkasi bor, fayli bor. Mana shu yerda mana GitLab deb nomlangan edi, shuni bosaman. Buni bosadigan bo'lsam, mana mana okno chiqadi. Tak, demak ko'rib chiqamiz bu yerda nimalar bo'lar ekan. Eksport qilish, hozircha buni bosmay turaman. Количество цифр после запятой. Virguldan keyin nechta sifra ko'rsatish degani. Buni o'sha baziy raskroyda tushuntirib berganman. 0.5 millimetrgacha to'g'rilanish degani. Misol uchun bir qiladigan bo'lsak, 100 millimetrli detal bo'ladigan bo'lsa, yana 0.5 mikroni bo'ladigan bo'lsa, shu 0.5 mikronni ham chiqazib beradi degani. Buni o'zingizga qaranglar, agarda kerak bo'ladigan bo'lsa bir qo'yib qo'ysanglar yetadi. Men bu narsani почти ishlatmayman. Keyingisi объединить детали в одно изделие. Bu bitta detallarni bitta izделиеga yaqinlab qo'yish degani. Bu yerda galочка turadi. Толщина прифуговка равна толщине кромки. Ya'ni kromkani chetidan tozalashi, detali chetidan tozalanishi kromka uchun kromkani qalinligi teng bo'ladi. Ya'ni ikkili kromka bo'ladigan bo'lsa, fugovkasi 2 bo'ladi degani, birli bo'lsa 1, 0.4 bo'lsa 0.4 bo'ladi degani. Bunga galочка qo'yib qo'yamiz. Keyingisi что экспортировать? Nimani eksport qilay deb so'rayapti. Фрезерование контура, ya'ni mana bu avvalgi joylarini eksport qilay degani. Bunga galочка qo'yamiz. Kerak bo'lmasa oq qo'yamiz. Фрезерование только зарезы без смежных сторон. Ya'ni faqat mana bu figura tushayotgan joy tarafini qilgin degani. U mana bu joyga kerak emas, shuning uchun galочкani yoqib daqib qo'yamiz. Agarda net qiladigan bo'lsak, hamma tarafini ham aylanib rover qilib chiqazib beradi degani. Hop, keyingisi takbotda ekan, uzr. Diameter freze для контура, ya'ni pichoqning qalinligi 12 mm da ko'rsatamiz. Sizlarda agarda kichkina bo'ladigan bo'lsa, katta bo'lsa, o'shani yozib qo'yaverasizlar. Выставь фрезы при сквозном фрезеровании контура, ya'ni сквозной teshik bo'ladigan holatda bo'lsa, qancha pastga tushib turish degani. 1 mm yetadi. Отступ от детали при выходе фрезы при фрезеровании контура, ya'ni kontur frezerovka qilayotganda
qancha chiqib ketishi tashqariga o'shalarni ko'rsatib qo'yish degani. Misol uchun 30 manimcha yetadi. Agar mayda detal ko'proq bo'ladigan bo'lsa, buni 10 millimetr qilib qo'ysanglar yetadi. O'shanda tashqariga chiqib turishi ozgina 10 millimetr bo'lsa yetadi. Ko'p detal bo'lsa, o'shanda seziladi bu значение. Фрезерование контура отдельно от сверления. Сверлениyadan boshqa kontur bo'lish degani. Вообще-то bu narsa o'zi bizga uncha kerak emas. Bu narsa vizualniy ko'rinish uchun kerak bo'ladi. Hozircha tushuntirib o'tib ketyapman. Фрезерование и пазевание. Ya'ni frezerovka и paz, ya'ni arra ochiladigan joylar. Buni ham daqib turamiz. Buni ko'rib bo'ldik. Paz bu gorizontal, ya'ni arrani izini chiqazib berish degani. Ha, qilamiz buni. Vertikaliga ham bunga ham daqib qo'yamiz. Arrani qalinligi 3,5 deb ko'rsatamiz. Agarda 3 bo'lsa, 3. O'sha texnически qaraladi arrani qalinligi nechiligida. Skvoznoy frezerovka bo'lsa qancha chiqib turishi. Bir qo'raylik buni ham. И сверление. Teshilishlari. Minimальный толщина для сверления. Eng yupqa detal necha bo'lishi kerak shuni ko'rsatamiz. Hop, eng kichkinasi mana shu bo'lsin deylik, 6 mm. Minimальный diametr отверстия 3 dan kichkinasini olmagin deb aytamiz. Выступ сверления при сквозном сверлении. Ya'ni skvoznoy teshik bo'lsa qancha chiqib ketishi. Для сквозных добавить суффикс th. Mayli buni ham yoqib turaveraylik. Komplektuющий bo'ladigan bo'lsa, unda giblapimizda bizada mana bu narsalarni ham chiqazib beradi degan. Furnituralar bo'lishi mumkin, qanaqadir krepejli o'shalarni ham chiqazib beradi degan. Kelinglar, bularni ham birato'la ko'rib ketaveramiz. Hozircha yoqib turib qolaylik. Profilimiz bo'ladigan bo'lsa, unda bizga Mahmuddagi mana bu trubalarni chiqazib beradi degani. Buni ham yoqib turib qolaylik. Bo'ldi. Hammasini belgilab bo'lganimizdan keyin eksport knopkasiga bosadigan bo'lsak, hop, mana bunaqa informatsiya chiqazib beryapti. Bu giblab будет перенесена только pas с прямолинейным профилем. 2 dot qovus ichida смотри деталь oyna. Oynada qanaqadir pas bor deyapti, vertikalli emas deyapti, uni giblab qila olmaydi deyapti. Bu esingizda bo'lsa, mana shu oynaga biz chetini faset qilgan edik, gradusda yotyapti. O'sha gradusini anaqada giblabda qilib bo'lmaydi deyapti. O'shani tekshirgin deyapti qisqasi. Endi mana bu eksport qilganimizni kerakli papkaga ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, mana bundoq qilaylik. Mashina ichida turaversin deylik, birinchi zakaz bo'lsin deylik. Saqlanit. Ana endi kelinglar, yana bittasini saqlanit qilib qo'yaveray, yana boshqa narsalardan. Mana buni saqlanit qilib turaveray. Kelinglar, buni 2 qilib saqlanit qilib qo'yaman. Xuddi shu papkaga mana 2 deb saqlanit qilib qo'yaman. Bo'ldi. Ana endi giblabga o'tamiz. Mana papka sozdat qildik 2 deb. Lekin mana bunaqa qilsak ham bo'ladi. Agarda biz bitta dona proyekt bilan ishlayotgan bo'lsak, ya'ni bitta mana shu shkaf o'zini mana import qildik hozir giblabga, shuni o'zini ochishimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, u holatda mana bunaqa qilsak ham bo'ladi. Hozir buni yopib turamiz. Открыть qilib turib, mana shu papkaga, proyekt papkasiga saqlanit qiladigan bo'lsak, eksport qiladigan bo'lsak, to'g'rirog'i mana qaytadan qiling, tushunarli bo'lishi uchun eksport qilaman. Ana endi giblab shu proyekt degan papkasini ko'rsataman. Bu yerda bizda mana giblabda proyekt degan papka bor edi. Kelinglar, yanvar ichiga shkaf deb yozaylik. Saqlanit. Ana endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, mana shkaf degan proyekt ochildi. Mana shuni ichini ochadigan bo'lsak, hamma narsalarimiz tushdi. Mana klion bor, HDF oq bor, vengi, toshoyna, kromkalar и mana pagonni shu trubalar ham tushib ketdi. Komplektuющийga kiradigan bo'lsak, mana stяжка, shkant, ruchka, hamma narsalarimiz bor bu yerda mana. Bu yerda ko'rib turgan bo'lsanglar, hammasi demak bitta yediniga qilingan. Bu yerda nima desa bo'ladi? Kodimiz kelinglar. Kodini sal kichkinaroq qilib turaveray. Kodimiz bo'lsin 5. Naminavaniyamiz bo'lsin 15.
единицы измерения 8, stoimostda ham 8 bo'lsin qani. Hop, o'zgarmadi nimagadir. Hop, nimagadir o'zgarmayapti. Mayli. Buncha vajniy narsa emas. Bitta narsani hisobini olish kerak. Bu yerda adashmasam, mana men izdeyligi bu narsa bog'liq emas. To'ppa-to'g'ri bog'liq narsa emas. Bu faqat bitta komplektga tashlab beryapti bu narsani. Mana vладелец shkaf deyapti. И kolitsiyasini 10 ta beramizmi, 40 ta beramizmi farqi yo'q. Bu yerda bitta-bittadan qovuradi. Mana ruchka alyumin 8 ta bo'lyapti, stяжка 8 ta. Bir qiladigan bo'lsak ham mana o'zgarmaydi. Shu joylari bor. Shu narsasi bor. Shuning uchun men bu yerda import qilayotganda komplekt uyushini ko'rsatib o'tirmayman. Faqat bitta izdeyligi bo'lgani uchun shunisi sal noqulayroq hisoblanadi. Mana krishkalarning avallarini chiqazib beryapti. Hamma prisatkalari bor. Bari prisatkani biz bari anaqada bazasi o'zida qilamiz. Shuning uchun bu narsalarimiz kerak emas. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, mana mamtda 1 mm, to'g'riroq 1 cm chiqib turibdi. Mana tashqariga chiqib ketayotgan joylari mana boyi shu narsasi 1 cm 10 mm deyotganlari mana shu joyga javob beradi. Qisqasi mana import qilishni o'rganib oldik. Hozircha kelinglar bu narsalarni tushundik. Mana narxlari bilan hamma narsasini chiqazib beryapti. Mana HDFlari bor. Razmerlar avtomatik mana 2800 bo'lib o'tyapti. HDFga ham faqat mana nima desa bo'ladi, 2800 bo'lib o'tyapti. Agarda sizlarda listinglarni formati 5 kvadratli, ya'ni 2750 ga 1830 ishlatadigan bo'lsanglar, постоянный Mamutdan import qilayotganinglarda har doim mana ma'muz значениеga o'tib qolyapti. Buni qatdan to'g'rilaymiz. Uning uchun mana Mamutda o'sha GitLab local script papkadan ochamiz. Buni oddiygina tekstoviy redaktorda ochsak bo'ladi. Изменить qilsak ham bo'ladi. Edit with Notepad++ mana shuni ochsak ham bo'ladi. Ochamiz. Mana bunaqa уже как JavaScript qilingan programma tilini ochib beradi. Mana mashqdan biza o'zimizga kerakli anaqani topishimiz kerak bo'ladi. O'sha 2800 bilan 2070 ni topib o'zgartirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Uning uchun mana mashqda turganda Ctrl F bosamiz va mana bunaqa yozamiz. 2800 mana. 2800 yozsak mana o'sha ma'lumotni chiqazib berdi. Mana shuni 2750 qilib o'zgartiramiz va ma'lumotini 1830 qilib o'zgartirib qo'yamiz. Mana bu count degani listlarning soni bo'ladi. Misol mingta qilib qo'ysanglar bo'ladi, 10 mingta qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, farqi yo'q. Keyin mana bu joyda sizlarda ozgina bir ikkita joyda sal farq qilishi mumkin. Hozir to'g'riroq men buni joyi esimda yo'q, qatdan to'g'rilaganim. Telegram gruppaga yozasizlar, qanaqa narsa bo'lib chiqayotganini, keyin men joyini qarab aytib bera olaman. Hozir to'g'risi esimda yo'q, o'sha joyi qanaqa qilinadi. Qisqasi nimasini esimdan chiqazib qo'ydim. Mana bu pozitsiyasi GitLabda detalirovkada, ya'ni detalirovkada soni chiqyapti. Bizga shtrix kod qilish uchun shu artikuli kerak bo'ladi. Mana pozitsiyasi to'g'rirog'i, detalli pozitsiyasi kerak bo'ladi. O'sha joyi sizlarda boshqacha chiqadi. Shu joyini to'g'rilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'sha joyini men hozir topa olmayapman. Tak, bizda tak izlaylik kod. Menimcha mana shu bo'lishi kerak. Detal nomer. Buni ko'tarib qo'yamiz. Tak, artikuldan keyin tushiradigan qo'yaylik mana. Tak, hozircha kengayib ketdi. Kodimiz bo'lsin 2 ta. Mana. Demak, krishkamiz birinchi raqamli ekan, ko'ramiz. Mana shu detalni belgilaymiz. Mana pozitsiyasi birinchi pozitsiya ekan. Hop, mana ham 1 ekan. Ikkalasi ham bir xil ekan. Tosh oynamizni ko'ramiz. Tosh oynamizda pozitsiyasi yo'q ekan. Pozitsiya qo'yish uchun mana men knopkani bosib olishimiz kerak bo'ladi. O'zingizlar bilasizlar. Bu eshigimizni ko'ramiz. Ya'ni
1880 ga 448 li eshik 22-nomerda ekan. Hop, Vengaga o'tamiz. Mana 22-detal, mana ikkalasi nomerlari hammasi bir xil tushyapti. Sizlarda mana shu kod degan joyida adashmasam, mana bu nomeriniki sizlarda chiqib qolishi kerak pa ideyo. Mana bu emblemada chiqishi kerak bo'ladi. Bu narsa o'zi chiqishi kerak emas. Bu narsa chiqqanda eksport shtrix kod o'tayotganda noto'g'ri bo'ladi. Bu joyini sizlarga topib aytaveraman. Shu Telegramdagi gruppamizga kirib, shu savolni berasizlar. Hozircha bu joyga to'xtalib o'tirmayman, esimdan chiqib qoldi. Diqqatga keluvdik. Bu joyni ko'rdik. Mana joylarni ham ko'rdik. Mana bunga keluvdik. Qisqasi mana o'zgartirganingizdan keyin bitta saqlanib qo'yasizlar bo'ldi. Endi har safar o'sha eksport qilayotganingizda mana shu 5 kvadratli razmerda bo'lib chiqib kelaveradi. Agarda sizlarda mana bunaqa qilsanglar ham bo'ladi. Mana shu skriptni 2-3 ta kopiya qilib saqlanib qo'ysanglar bo'ladi. Giblab misol uchun 508 deb nomlashinglar mumkin, giblab 5 va giblab misol 446 deb yozsanglar bo'ladi. Lekin bu ham o'zi vobsheta noqulay hisoblanadi. Sababi shu proyektda HDF ham bo'lishi mumkin. Shu HDF misol 5 kvadratli HDF bo'lishi mumkin, 508 li HDF bo'lishi mumkin. Eshikli 5 kvadratli bo'lishi mumkin. O'sha holatda polibomu mana ma'mutda nima значение bo'lsa, o'sha narsani chiqazib beraveradi. Shu joyga e'tibor berasizlar. Uni praktika qilib ko'rsanglar bilib olasizlar. Ana endi etiketka qilishi nastroykalarini boshlayversak ham bo'ladi. Kelinglar hozir mana shularni nastroyka qilaylik-da, keyin ikkita proyektni, ya'ni mana bilan buni ikkalasini bitta qilishni qanaqa qilish kerakligini, ularni etiketkalarini buni nastroyka qilib olaylik, keyin ko'rib chiqaveramiz. Xo'p, demak hozir etiketkamiz yo'q. Operatsiyaga bosamiz, bu yerdan etiketga qo'shaveramiz. Mana tepasiga ko'tarib qo'yamiz. Tepaga qanaqa ko'taraman? Ctrl knopkasini bosib, tepa pastrelkani bosyapman. Shu kerakli joyga qo'yib qo'yasizlar mana. Parametrdan kiramiz. Mana bundan источник данных degan joydan mana detali ostatkini belgilab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Na printer etiketkaga qo'yamiz. Printerni razmeriga moslab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Printerimizni hozir bizda mana kelinglar shablonimizdan razmerini beramiz. Длинamiz bo'lsin deylik, 100 mm bo'lsin deylik. Shirinamiz 80 bo'lsin deylik. Mana bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, mana shu razmer chiqib keladi. Pechat detalida turish kerak, для каждой detalida turish kerak. Pechat ostatkada ham галочка turish kerak. Bularni qilib bo'lgandan keyin mana bu knopkani bosib qo'yishimiz kerak. Сохранить текущий параметр для использования по умолчанию. Mana bo'ldi. Ana endi bitta eski anaqadan etiketkadan shablonni olishimiz kerak bo'ladi. Bu bizga kerak bo'ladi, chunki anaqadan 0 dan sozdat qiladigan bo'lsa juda ham qiyin bo'ladi. Kelinglar, mana shundan boshlay qo'yaylik mana. Уже mana bu narsalar o'zgardi. Stylebase ikkita qilib ko'raylikchi. 99 ga stроки так промежуток 0 bo'lsin deylik. 4 ta bo'lsin deylik. 3 ta qilib ko'raylikchi. 3 ta ko'p ekan. 4 ta. Ya'ni 103 ga 73.25 qilib ko'raylikchi. Bo'ldi. Mana shu razmerimizda qolsin deylik. Mana bu yerda qani bir razmer beraylik. Mana shu razmerga etiketka tayyorlay qolamiz. Ya'ni 100 ga 68 va 75. Bu razmerni o'zingizlar boshqacha razmerda qo'yib ham bo'ladi. Etiketkani pechatini ko'rish uchun mana bu yerga галочкani qo'yish kerak bo'ladi. Bu yerda pechat degan joyi bor edi, qayerdadir adashmasam. Tak, mana bunga qo'yib turib, mana bu yerga ham галочка qo'yib qo'yish kerak edi. Pechat qilib ko'ramiz. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana katta razmerda etiketkalarni pechat qilib beryapti. Bu endi bitta katta A4 format qog'ozga chiqazib beryapti. Menda hozir
etiketga printer yo'q bo'lgani uchun bunaqa qilib chiqazib bera olmayapti. Kelinglar endi mana bunday narsa qilaylik. A4 format bo'ladigan bo'lsa, mayli, mana shunda turaversin. Shablon bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan birinchisiga kiramiz. Mana bu spiskalardan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yaqinlashtiradi. Kerakli anaqada yaqinlashtirmayapti. Qisqasi mishkani aylantirsanglar ham yaqinlashaveradi. Hozircha bunda katta qilib turaveraman. Mana bu knopkani bossak, mana bu anaqalarni, komandalarni ko'rsatib beradi. Bu informatsiya chiqazib beradi. Состояние mana qog'oz razmerlari, koordinatalar, tekushий razmerlar hammasi mana chiqazib beradi. Buni bosadigan bo'lsak, parametrlari bor mana. Qanaqadir parametrlarni qo'shadigan bo'lsak, shu yerdan qo'shib ketaveramiz. IVS bu как qog'ozimizning razmerlari bo'lyapti, переменный. Добавить qiladigan bo'lsak, mana etiketkalarni qo'shib ketadi, ochib beradi to'g'rirog'i. Bu kelinglar endi shularni o'zgartirib настройка qilib ketishni boshlasak. Bizga hozircha keraksiz narsalar bor ekan. Bu yerdan mana bularni o'chirib tashlayman. Mana X knopkasini bosib, обязательно yozig'iga qaranglar. Bu narsasi обязательно kerak. Polе mana merging значение 1, ya'ni chetidan qanchadir miqdorda qochib turishi. Misol uchun 0 qiladigan bo'lsak, chetiga yopishib chiqadi etiketkamiz. Длина без полей. Hop. Bu как переменный hisoblanadi. Hozircha shularni shundoq qoldirib turaveraylik. Ko'paytirib x ayiramiz deylik, mayli. Длина без полей, ширина без полей. Qani buni mamdoq qilsak bo'larmikan? Ya'ni elimiz uzunasiga bo'lsa deylik, x qilib ko'raylikchi, qani. Mayli, qoldirib turaveraylik, chunki hozir mana bu переменныйlar bor, shunga освоить qilingan, mana bundan olingan. Bu joylarga tegmaymiz, okleyka kromka, ya'ni kromkani qanaqa joylashishi. Bundan oldin mana bu tepa pastiga shtrix kodni joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Shtrix kodni qanaqa qilamiz? Sal qiyinroq tegmadi shu. Mana bunga bosamiz shtrix kod mana. Koordinatasini yozamiz, qanaqa kiritilinishi kerak. Demak, x imiz bo'yicha 0 bo'lsin deylik, y imiz bo'yicha ham 0, w uzunligi bo'lsin deylik, l uzunligida bo'lsin deylik. Hashimiz hozircha 0 bo'lib turaversin. Значение nima значениeni oladi? Bu значениeni qayerdan olamiz? Hozir ko'rib chiqamiz, mayli. Tipini qilamiz kode 128. Mana shunga qo'yib turaylik. Bo'ldi. Mana bu narsa chiqdi. Xo'sh, ana endi bu narsani prosta qo'yib bo'lmaydi. Hozir qo'yildi ham вообще-то, lekin informatsiyasi yo'q. Hop, mana shu turibdi, adashmasam. Endi ko'rsatishimiz kerak. Demak, botdan project name mana buni bosar ekanmiz. Mana parametrlar botdan изделияni kodi. Изделияni kodi, proyekt, valyuta, proyekt, naminaование. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi изделие, naminaование. Proyektga ham bo'lish kerak o'zi qayerdadir. Mana buni ochsak, o'zi mana ma'lum bo'ladi. Email project name mana. Project name shunda kopiya qilib Ctrl+C ni bossak kopiya oladi. Mana endi mana bunga bosib turib, mana yerga qo'ysak, mana xatolik berdi. Xatolik berdi chunki bu yerda project name tepada yo'q. Shu joyi qarash kerak. Mana bundan keyin pastda tursa, shu to'g'ri ko'rsatadi. Bu уже как programma tilida yozilayotgani uchun shunaqa tonkistlari bor, shu joylarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Mana уже chiqdi. Mana bu poliyasini sal kattaroq berib qo'yishimiz kerak ekan, taxminan 4 mm siqilib tursin deylik. Mana bu joyimizni длина без полей 4 mm berdik. Shtrix kodimizni x imizni 4 mm berib olaylik. Mana endi o'rtaga tushdi. Agarda shtrix kod apparatda mana shuni shtrix kod qiladigan bo'lsak, mana shkaf degan yozuv chiqib keladi. Hozircha shtrix kod deb nomlanishi kamlik qiladi. Shuning uchun botga mana bazis berkida nima qo'shdik bu yerda? Составной parametr qildik, adashmasam.
Sostavnoy parametrga kirsak, bar deb mana nomer zakazani kirgizdik. Hozir project name qilib adashmasam mana project name olyapti mana. Undan keyingisi artikul modeli. Modelli artikuli bo'lishi kerak. O'shani kirgizib olishimiz kerak bo'lar ekan. Hozir artikul modeli bu yerda menimcha yo'q. O'shani parametrga bosamiz. Bu yerdan mana izделие kod. Mana shunga bosamiz. OKni bosamiz. Product code, izделие kod. Mana shunga 2 marta bossak, mana bu okno chiqadi. Podpisini yozib qo'ysak bo'ladi. Misol uchun o'zimizga tushunarli tilda artikul izделие deb yozig'i o'zgardi. Xo'p, mana bu joyga o'sha qisqartmasini yozib qo'ysak bo'ladi. Bizda hozir qisqartmasi keling, mana bundan ko'ramiz. Sh2 ekan. Misol uchun bu yerga st2 qilib qo'yadigan bo'lsak, qanaqadir informatsiya mana bunga kirgizayotgan bo'lsak, по умолчанию o'sha st2 deb ko'rinib turadi. Demak, endi mana bunga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Qo'shish uchun nima qilamiz? Просто plusni bosamiz и qanaqadir holda product code deb yozamiz. Nuqta virgullarga ahamiyat berishingiz kerak. Обязательно bo'lmasam sizlar kutgan narsa bo'lib chiqmaydi. Uje mana hozir OKni bossam ham qisqarish kerak. Mana qisqardi. Uje shtrix kodimizni ikkita elementdan tashkil topdi. Ya'ni shkaf plus qilib o'sha sh2 ni qo'shamiz. Ana endi artikul materiallarni qo'shishimiz kerak ekan. Artikul materialimizda bizda mana lmdf klon lx lm2 mana shular ko'rinib turishi kerak bo'ladi. Hozir sortirovka qilib turay. Demak, materialli artikuli hozir bizda yo'q ekan. Men bunga yana bosaman. Material kod mana buni qo'shaman. Okey. Material kod qo'shildi. Mana endi bu yerga ham yozib qo'yaveraman. Artikul materialli artikulini misol uchun lh2 mana shunaqa yozib qo'yaversanglar bo'ladi. Bu prosta ko'rinish uchun. Men bundan kopiya olaman. Endi mana bunga kirib turib plus buni qo'shaman. Okey. Uje mana ma'mul siqilib boryapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar, keyingi narsamiz pozitsiya ekan. Hop, pozitsiyamiz menimcha bu yerda bo'lmasa kerak. Mana detal kod bo'ladi, part kodi mana. Mana shuni qo'shib qo'yamiz. Hop, part kodi mana. Shunga yozamiz. Pozitsiya detal. Nechinchi nomer otganini yozib qo'yamiz mana. Hop, bundan ham bitta kopiya olaman. Boya aytganimdek, bu prosta значение, hech narsani hal qilmaydi bu. Mana bunga kiraman и plusni bosib bundoq qilaman. Okey. Mana uje siqilyapti yana. Soni kerak ekan. Mana bu left right kerak bo'lar ekan. Soni, demak, sonini yozamiz. Sonimiz uje bu yerga qo'shilib bo'lgan. Xo'sh, qani topamiz. Mana sasni surib tura qoling. Общий количество деталей bu kerak emas bizga. Именно detalli soni kerak bo'ladi. Xo'sh, menimcha bu yerdan ko'rmayapman men. Mana bundan qarab ko'ramiz. Изделие наименование, количество изделиянiki kerak emas. Mana integer count. Mana shuni qo'shishimiz kerak. Mana количество bitta bo'lib turibdi. Buni endi mana bu shtrix koddan tepaga ko'tarib qo'yishimiz kerak. Muammo bo'lmasligi uchun mana. Ana endi mana shundan kopiya olamiz. Bu yoqqa qo'shib qo'yamiz yana. Plus count. Okey. Uje yana mana siqildi. Endi mana bu narsani qo'shishimiz kerak. Bizda esinglarda bo'lsa, bazisda buni narsani постоянный parametr qilib chiqazdik. Endi bu yerda GitLabda mana shu narsasi sal soddaroq qilingan. Bu narsani qilish uchun nima qilamiz? Prosta mana bunaqa plus bosib olamiz, qo'sh tirnoq ochamiz. Shift chiziqcha L deb yozamiz va yana bunday yopib qo'yamiz. Bo'ldi. Okey. Uje mana shtrix kodimiz bir yoq tarafiga tayyor.
Ana endi biz mana bunday narsa qilishimiz kerak. Mana bu razmer hozir sal katta. Misol buni 7 qilsak ham menimcha yetadi. Mana kelaylik 8 qilib qolamiz. 8 millimetr. Bu yerda millimetrda yuradi. Shu narsani hisobini olasizlar. Ana endi men berkanikiga o'xshab mana bu yerda tagida nomlari ko'rinib tursin deylik. Nima? Shtrix kodni yozuvlari ko'rinyapti, o'shalarini ko'rsatib bersin deylik. Uning uchun mana shundan kopiya olaman. Kopировать. Mana bunaqa email klienti, manaqa narsa bo'lib chiqyapti. Kelaylik, mana bu narsani to'g'rilab o'raylik. Email klienti degan joyini artikel model proyekt mana email klienti. Ya'ni bu yerda zakaz nomeri bo'lsin deylik. Okey, mana. Ana endi bunga 2 marta bossak, mana как bizani shtrix kodimizni nomlanishi по умолчанию qanaqa bo'lyapti, mana o'sha narsalar ko'rinyapti. Okeyni bosib turaman. Ana endi tekstga bosaman. X o'quv bo'yicha kirsin deylik. Shu 0 da turaversin. Y-imiz bo'yicha 8 bo'lsin. Uzunligi mayli oxirigacha bo'lsin deylik. L da bo'lsin deylik. Значениямizni mana Ctrl-V qilib, naryoqdan kopiya qilib olganimizni tashlab olamiz. Shriftini beramiz. Shrifti bor yo'g'i 3 xil. Arialga qo'yib turib qolaman. Shriftda balandligi 4 millimetr. Jerniyda turaversin. Masshtabировать по ширине. Ya'ni qanaqadir kichkina joy bergan bo'lsak, mana shuncha joy bergan bo'lsak, lekin yozuv uzun bo'ladigan bo'lsa, mana shuni ichiga siqib joylashtirib berish degani. Hozircha kelaylik, buni ham yoqishimiz kerak, ha? Выравнивание. Joylashtiruvi qatga chap tarafdan boshlash. O'sha belgilagan joyimizdan oblastni, misol uchun mana Mahmudni bergan razmerimizni oladigan bo'lsak, qatidan boshlash. Po левому краю, ya'ni chap tarafdan sentr bo'lsa mana bunaqa sentrdan, po правому bo'lsa o'ng tarafga. Bizga hozircha sentrdan bo'lsin deylik. Okey. Mana уже нормальный bo'lib tushdi, faqat y значениyaini kirgizmagan edik. Y-imiz 8 bo'lsin deylik. Pastga tushdi, lekin 4 millimetr hisobini Mahmuddini qo'shishimiz kerak. Ya'ni 12 bo'ladi. Okey, mana. Mahmuddan buncha, bu yoqdan tak, bu yoqdan qancha olyapti? Ha, tushunarli. Project name. Mana bu narsamiz hozir sal noto'g'ri ketyapti. Tak, demak, bunimiz chetidan qochib turishi to'g'ri edi. Endi Mahmuddan L ayro 8 qilsak, mana shu chetiga to'g'ri kelib olish kerak. Po ideye, lekin kelmadi. Qani to'g'ri qilaylikchi. Uzunlikdan. L o'zini berib ko'rish kerak ekan. Qani? L o'zini bersak bo'ldi. To'g'ri chiqyapti. Endi xuddi shu narsadan yana pastga tushirishimiz kerak bo'lsa nima qilamiz? Xuddi shu значенияni olamiz. Mana. Xuddi shu значениyadan bitta kopiya olamiz. Bitta shtrix kod tashlaymiz. Yana x bo'yicha to'g'ri yursin, y-imiz bo'yicha, ya'ni tepadan pastga ko'tarilib turilishi bo'lsa, buni w ayro 8 qilamiz adashmasam, shunaqa edi. Uzunligini tak L ga berib turaylikchi. H 8. Значениясini Ctrl-V qilib qo'yamiz. Faqat endi bitta mana shu joyini R ga o'zgartirsak bo'ldi. Bo'ldi. Tipini kod 128 ga qo'yamiz. Okey. Mana o'zimiz kerakli narsa bo'lib chiqyapti. Faqat mana uni yana ozgina pastga tushirishimiz kerak ekan. Mana chetda mana qizil liniya mana bu yoqqa tushyapti, demak to'g'ri ishlayapti. Ana endi mana bundan bizga keyin kopiya kerak bo'ladi. Prosta Ctrl-V qilsak ham bo'ladi. Mana xuddi shuni ustiga yana bitta tushirib berdi, faqat mana bunda ham mana bu joyini yerga o'zgartirib qo'ysak, keyin
Tak Y-ni W Aero 12 qilib ko'raylikchi qani. Yo'q. W Aero 12 to'g'ri kelmadi. Cho'ti nimagadir g'alati ishladi. Hop, mayli. W Aero 1 qilib turaveraylikchi. Sal tepaga ko'tarilishi kerak. Mana shift chiziqchasi ko'rinishi uchun men sal teparoqqa ko'tardim. Bu kerakli. Buni jирный qilib ko'raychi. Вообще-то mana buni uch qilib olsak ham bo'lar ekan. Mana. В принципе, bu ham ko'rinadi. Mana bundoq olsak ham bo'lar ekan. Chunki etiketkada joy kamroq, etiketka nima desa bo'ladi? Qimmat narsa, shuning uchun katta narsa kirgizishimiz shart emas. Ko'zi o'tsa bo'ldi, glavnisi. Xo'p, mana razmerlarimizni to'g'rilab bo'ldik. Eng glavnisi tepasidan. Ana endi Mamutdan sekin zakaz nomerlarini yozib ketaversak bo'ladi. Tak, demak hozircha mana Mamutda o'zi значение olgani bor ekan. Hop, imya mana. Xo'sh, mana shuni bosamiz. Mana x bo'yicha, demak 0 qilib turaveraylikchi. Mana imya zakaz deb yozsak bo'ladi bu yerga, misol uchun. Buyurtma deb yozaylik, kelinglar, lotincha bo'lsin. Buyurtma. Mana ko'rib turgan bo'lsanglar, ikkita nuqta qo'yib, probel tashab, qovus ichida anaqada yopib qo'ymay. Tirnocha deydimi, nima deydi? Chapga taqab qo'ysin deylik. Okey, mana chapga taqaldi. Yozig'i oxirigacha bo'lyapti. Mana Mamutgacha bo'lyapti, bu yog'iga shart emas degani. Buni keyin yana hozir bir yana ko'rib chiqaveramiz. Balandligi 3 mm ekan, yetadi. Demak, zakaz nomer ketyapti. Artikul modeli bilan imya modeli ketish kerak ekan. Xo'sh, demak, endi mana bundoq qilamiz. Mahsulotimizning nomi и artikuli. Xo'sh, изделие data bu kerak emas ekan o'zi вообще-то bizga. Tumba mana izделиemiz kerak bo'ladi, mana yoqamiz. Good deb nomlangan ekan. Kelinglar, bitta tekst sozdat qilaman mana Mamutga bosib. X 0, Y ga taxminan 18 bo'lib turaversin. Mana bundoq olsin. Buni good deb yozib turavering. Arial bu 3 bo'lib turaversin, chap tarafga taqalib turaversin deylik mana. Hop, buni 0 qildik, lekin nimaga bunaqa tashlab tushunmayapman. Endi bunga izdeliyani qo'shdik. Project name, article material, article izdeliyani qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. Mana bunda ko'tarib qo'yishimiz kerak. Agarda mana holatda bo'lsa, izdeliya deb yozilgan ekanmi? Qani mahsulot deylik. Mahsulot nomi. Okey. Mana o'zgardi. Artikul yozilib o'tgan mahsulot artikuli. Mahsulot artikuli mana shu holatda turganda, agarda hozir mana produkt kodni tekstga asvoyit qildirib qo'ymoqchi bo'ladigan bo'lsam, o'sha programma xato ishlaydi. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ошибка beryapti. Sababi mana bu qizil bo'lyapti. Bu narsa tepada yo'q deyapti, как будто tushunmayapti programma. Shuni tushunish uchun mana buni shunda tepaga ko'tarib qo'ysak bo'ldi, hamma narsa hal bo'ladi. Bu narsani qilishinglar uchun ozgina programmistlikni ham bilishinglar kerak bo'ladi. Bo'lmasam ozgina qiyin bo'ladi. Agar xohlasanglar mana shu shablonlarni sizlarga tashib beraman. Shu shablonlarni o'zingizlarga moslab, значенияларini o'zgartirib kirgizib olsanglar bo'ladi. Tak, hozir bizda ozgina xato ketayotgan ekan. Kelinglar, mana bundoq qilishimiz kerak bo'lar ekan. Xuddi mana bunga o'xshatib, qovus ichida olsin deylik. Kelinglar, загрузить данные из fayli qilib turib, mana buni ochib turing. Mana bunaqa holatda bo'lsin deylik, ya'ni
Osh mahsuloti artikuli mana bu yerda yo'q ekan. Bu yerda ham yo'q. Qisqasi mana qovus ichida mahsulotning artikuli ko'rinsin deylik. Xuddi shunga o'xshatib. Uning uchun mana product kodni reset qilib, plusga bosib bu yoqqa qo'yib yuboraman. Plus demak qo'sh tirnoq ochaman, qo'sh tirnoq dema, prosta tirnoqni ochaman. Bu yerga qovusni bundoq qilaman. Yana yopaman. Ana endi bu yoqqa plus qo'yaman. Endi mana bu yerga ham qo'yib, bu yoqqa ham plus. Qo'sh tirnoqni ochaman. Qovusni ochib turib, bitta probel tashab qo'yaman. Mana bu bilan ajratib turish uchun. Mana bunda yopaman. Xudo xolasa to'g'ri qilamiz. Mana buni o'chirib qo'yishimiz kerak ekan. Mana. O'sha mana qovus ichida ST2 tumba deb bizani как будто shablon holatdagisini chiqazib beryapti. Mana endi buni tepaga ko'tarib qo'yishim kerak bo'ladi. Tak Y bo'yicha taxminan 15 bo'lsin deylik. Okey, mana. Jinni qo'rroq qilamiz. Okey. Buyurtma takoy tumba mana bunaqa bo'lyapti deylik. Uzunligini sal kattaroq berib qolamiz, 45 bo'lsin. Ana endi material artikullari bilan chiqazib berishimiz kerak bo'lar ekan. Xo'sh, demak, mana bu narsamiz tayyor o'zi bor ekan. Shunga artikul qo'shib yuboramiz. Material name deb turgan ekan mana. Xo'sh. Buni to'g'ri beramiz bunaqasiga. Material name bu 3 ta turgan ekan, mayli. Demak, product code, mahsulot artikuli, artikul material. Mana bu narsadan kopiya olishimiz kerak material koddan. Mana bunga bosaman. Bu yerga hozircha qo'yib turaveray. Mana bunga boyga operatsiyani qaytadan qo'yib yuboramiz. Mana bundoq qilib yopamiz. Plus qilamiz. Bu narsa ketyapti. Endi bu yoqqa qilamiz, yana plus. Xo'sh, buni ochamiz, yopamiz. Bitta probel bosib bundoq qilamiz. Material name. Mana. O'sha mana как bu artikulni ichiga qovus ichida tashab beryapti, deyapti. Mana bu kelinglar, yana bitta probel tashab qolaman. Mana. Sal chiroyliroq bo'lyapti etiketamiz. Hozir buni prosta yozib chiqyapman, lekin buni nima deydi? Ruschasiga mana bu вычисляемый parametr deydi. Shu narsa qilib logический parametr qilib chiqishimiz kerak. Qayerda nima bo'layotgan bo'lsa, o'shanga qarab o'zgarsin deb aytamiz. O'shalarning nastroykalarini qilib chiqamiz. Hozircha prosta yozib to'g'rilab chiqaveramiz. Mana bu narsamiz nimaga bunaqa ketyapti? Sababi bu Mahmuddan pastda turgan ekan. Marginimiz pastga tushib ketibdi. Mana buni hozir bu yoqqa ko'taradigan bo'lsak, mana bular ham surilib ketish kerak. Qani. Ana surildi. Mana o'sha xatolikni beryapti. Bitta pastga tushirib qo'yamiz. Ana endi mana bularni to'g'rilab qo'yib mana 0 qilamiz. Okey. O'sha mana eng chetiga 4 mm kam bo'lyapti, chunki pole mana 4 mm ichkariga kirib tursin deb ko'rsatgan edik. Mana bu kiramiz. Mana bu joyini kelinglar, y ni minus 4 qo'yamiz. Chunki tepadan zapas bo'lishi shart emas bizga. Buyurtmamiz mana bu joyimizda 0 bo'lsa, ma'murimiz xo'p, kelinglar. Buni qilamiz. 8 bo'ladi. 8 ga 3 11. Tak to'g'ri qilamiz. Yo'q. 0 8 beraylikchi. Xudo xolasa to'g'ri ketyapmiz.
Mana buni pastroqqa tushirib qo'yishimiz kerak. 0 bo'yicha ketaversin, y-imiz bo'yicha tushsin deb aytamiz. 8 10 1. Mana bularni ham shunaqa pastga tushirib olishimiz kerak ekan. Altga bosamiz. Bu 0 18. Ya 18 emas, 15 qolsa bo'lar ekan, to'g'ri ekan. Faqat mana buni tushirib olar ekanmiz. Demak, uni 18, unisini 0. Okey. Hozir mana bu ozgina chaplashib ketyapti, uncha tushunarsiz bo'lib qolyapti. В принципе, понятно deb o'ylayman. 19 qilib turaylikchi, qani. Bo'ldi. Bitta saqlanib qilib qo'yib qolamiz. Har ehtimolga qarshi mana saqlanib knopkasini bosamiz. Mana bunga nomini beramiz. 100 ga 60 shablon bo'lsin deylik. Okey. Mana 100 ga 68 ekan. Mayli, hozircha unaqa vajniy narsa emas. Bo'ldi. Ana endi bizda nima ketyapti? Расширение qilamiz. Hop. Endi detalli pozitsiyasi bilan qo'ls ichida sonlarini ko'rsatib olishimiz kerak ekan. Xo'sh, ochamiz. Demak, mana buni sal pastroqqa tushirib turib oling. Taxminan 40 bo'lib turaversin. Hozircha xalaqit beryapti. Mana endi detalli nomi. Detalli nomini topamiz bu yerdan. Eskilari bo'lishi kerak adashmasam. Demak, proyektni mana buni sal teparoq qilib qo'yaman, sal tushunarli bo'lishi uchun, chunki bizda mana pastga qarab ketyapti hammasi, o'shaning uchun buni ham pastga qilib qo'yib qolaman, tepaga ko'tarib qo'yaveraman. Обязательно mana bunda turaversa yaxshi. Mana. Mana bular kromkalar. Kromkalar demak, proyektda mahsulot artikuli bo'lsin deylik. Mahsulot artikuli, mahsulot nomi tepaga. Endi material artikuli, materiallar nomi bo'lsin deylik. Artikul material. Endi material artikuli qayerda qoldi? Mana ekan. Material name. Buni ham tepaga ko'tarib qo'yaman. Yozamiz. Demak, material nomi deylik. Material nomi. Men spiskadan topib olish oson bo'lishi uchun otlarini o'zgartirib chiqaryapman. Material nomi bo'ldi. Ana endi bizga pozitsiyamiz kerak bo'ladi. Pozitsiyamizni kirgizganmiz. Mana pozitsiya detal. Buni ham teparoqqa ko'tarib qo'yaveraman. Detal nomi mana string name detal nomiga to'g'ri kelyapti, deyapti. Значенияsi bok chap deb yozaylik, значениясini mana bunga yozamiz. Detal nomi. Okey. Hop, buni ham tepaga ko'taramiz. Mahsulot nomi, pozitsiya detal. Ana endi mana bilan buni bitta qilamiz, sonini ham bitta qilib yuboramiz. Количество mana count. Tak, adashmasam bizga bu yerda count emas, общий count kerak bo'lardi. Общий количество. Chunki bitta proyektda mana misol uchun shkaf bittami, ikkitami bo'lsa, demak o'shani hisobiga bakalarning soni ham oshib ketadi. O'sha joyi bizga to'g'rirog'i kerak bo'ladi. Bu yerda общий количество degan joyi bor edi qayerdadir. Mana total count degan joyi bor. Mana shu joyi bizga kerak bo'ladi. Demak, mana shtrix kodimizda ozgina xato ketibdi. Hozir buni ham to'g'rilab qo'yamiz. Detalimizni tak count bu bitta izделиеga ketayotgani, bu общийsi. Misol uchun mana shkaf ikkitami, ikkita eshik bo'lsa, unda 4 ta eshik ikkita komplektga ketadi. Bu bitta komplekt hisoblanadi. Shuning uchun buni o'chirib olaman. Tak, buni o'chiramiz. O'chirsa, o'sha mana bu xato beradi. Keling, uning uchun mana bu mana shuni kopiya olib keyin o'chirib olaman. Sразу xatolikni berdi. Nimada xato ketayotganini o'sha sразу ko'rsatadi. Ошибка
Mana Partkod count. Mana Mahmudni bundoq qilib qo'ysak, xudo xolasa mana to'g'ri ketadi. W okey. Xudo xolasa mana bu shtrixlarimiz to'g'ri ishlaydi. Ana endi umumiy sonini ko'rsatishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, davom ettiramiz. Endi project name'larni qo'shib bo'ldik. Detalli nomlarini qani qayerda qoldi? Xo'sh, tumba, длина, ширина, толщина, nomer operatsiya. Bu kerak emas bizga вообще-то. Позвание, сверление, номер телефона, изделие, номер, ширина странички, наименование, отход. Demak, detalli nomini hozir bu yerda cho't ko'rmayapman. If bo'ladigan bo'lsa, detalli nomini chiqazib bergin deb aytamiz. Detalli nomimiz mana shu bo'lishi kerak, adashmasam. Name mana shu qayerdadir name bo'lishi kerak. Name. Xo'p, boq chapga o'tdi deylik. Qani qayerda qoldi yana? Adashib ketaman. Hop, strokovый mana ns name bo'tdi deylik. Xo'sh, bizga mana bunaqa kerak deylik. Hop. Qani total count. Hozircha bu Mahmudda kerak bo'ladi bizga. Xo'sh, demak, plus qilamiz. Bundoq tada yozamiz. Bundoq bundoq. Mahmudda total countdan probel. Xo'sh, buni ochamiz. Bundoq bundoq qilsak, menimcha xudo xolasa to'g'ri ishlashi kerak. Yo'q. Noto'g'ri ishlayapti. Mana bu xatolik ketyapti, deyapti. Kelinglar, sal boshqacharoq qilamiz. Name da qolsin deylik. Xo'sh, mana shu name bo'lishi kerak mana. Agarda name uzunligi mana bunaqa bo'ladigan bo'lsa, lens ns name qani pechat qilib ko'raylikchi bitta. Xo'sh. Toshoyna 4 mm shkaf. Detalli nomi bizga ko'rinmayapti. Kelinglar, mana Mahmuddan eski shablonimizdan qarab formulasi qanaqa bo'lgan shunda ko'rib olamiz. Hop, изделие detal nomi. Открыть. Hop, demak, mana bu joyimizga kerak bo'ladi bizga. Imini shuni belgilamayapti nimagadir g'alati. Hop, mana mashindan kopiya olib qolar ekanmiz. Hozir mana bunaqa zo'r tushunmayman programmist tilini. O'shaning uchun shuni o'zini kopiya olib turaveraylikchi, menimcha ishlab qolishi kerak. Hop, o'zimiznikini ochib olamiz. Demak, xo'sh, mana bu joyimizga mashina qo'yaylikchi. Qayerda turibdi ekan? 9 ga 19. Xo'sh, qani 40 qo'yaylikchi. Toshoyna shkaf 0. Mashina sal gemoroyroq narsada. Mana endi ko'rinyapti, adashmasam. 40 qilaylikchi qani. Bo'kcha bo'ldi. Xudo xolasa mana endi yo'lini topib olamiz. Bo'kcha. Demak, bizga mana bundoq bo'lsin deylik. Bunimiz 0. Bunimiz taxminan
24 bo'lsin. Bunimiz bo'lsin deylik 40 bo'lsin deylik taxminan. Mana buni poliy kray qilaylik. Mana bok chap bo'lib chiqyapti. 21. Okey. Demak, bu ko'p ekan. 22. Okey. Xo'sh, bitta proba qilib ko'ramiz. Nima narsa bo'lib chiqyapti? Krishka bo'lib chiqyapti. Oxirida ostatki listlarga chiqmayapti. Ostatki listlarga chiqish uchun mana buni bitta kroy qilishimiz kerak bo'ladi. Hozir listlarimiz to'liq tushibdi. Kelinglar bitta qilib turaveraychi, qani nima chiqar ekan. Mana ostatki list tushdi. Etiketga pechat qilganimizda ostatki degan shabloni ham chiqib kelishi kerak. O'sha qanaqa to'g'ri ishlayaptimi yo'qmi ko'rib boqishimiz kerak bo'ladi. Nimagadir ostatkani bermayapti. Formulasini o'zgartirib qo'ydik menimcha noto'g'ri qilib. Shuning uchun ostatkani chiqazib bermayapti. Kelinglar yana etiketkani mendan eskisini ochib ko'raylik. Mana men joyini o'zgartirib qo'ydim. Mana shu joyini saqlanib qilib o'ziga qaytarib qo'yingchi. Demak, bu 0 22 40 10 taraf. Okey. Yana ozgina pastroqqa. Okey. Pechat qilib ko'ramiz. Tak, hozir mana dino bo'lib chiqyapti. Zadniy stenka. Kelinglar ozgina nastroykalarni to'g'rilab olish kerak ekan. Mayli, mana shu yerda turib turaversin deylik. Bok chap mana chiqazib bersin deyapti. O'chirib turavera qolaman. NS degani name oladi deyapti. Mayli, mana bunda qo'yib qolamiz. Kelinglar sal boshqacha yo'lda qilib ko'ramiz. Name o'ziga oladi deyapti. Mayli, mana bunda qilib ko'raylikchi. Bo'ldi, to'g'ri ishlayapti, xudo xolasa. Mana bunda qilamiz. Kelinglar. Part kodini joyini almashtirib yuboramiz. Name qilib baka chap boshiga nomeri chiqib turadi o'shanda. Tak, agarda mana qilsa bo'larmikin, qani? Mana bundoq qilib ko'raylikchi. Endi hozir mana bunaqa zo'r tushunmayman. Plus qilib, misol uchun qo'z ochib turib, yana name qilib ko'raylikchi. Hop, menimcha o'xshayapti. Mana bundoq qilib ko'raylikchi. Bunda strokovoy bo'layotgani uchun to'g'ri. Tak. NC olsin deylik. Bo'ldi, xudo xolasa mana o'xshayapti. Sal gemoroyroq narsa-yu, lekin qilsa bo'ladi. Odam qilgan ish odam qiladi deydi-yu. Shuning uchun o'xshatamiz. Nimadir qilib bo'lsa ham o'xshatamiz. Tak, bu plusi bo'ldi. Ana endi bu yoqqa ham yana mana buni ochib olamiz. Endi ikkita qo'sh tirnoq ochib turib, bunga bundoq qilib bitta probel tashab qo'yamiz. Mana bunga plus qilamiz. Mana qo'z ichiga nomerini chiqazib berish kerak. Stoyka qo'z ichida nomerini chiqazib beryapti. Ana endi bunga total count ham qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Total count mana. Shundan kopiya olamiz. Botga qo'shib qo'yamiz. Tak, mana ns name qo'shuv qilamiz. Tak, qo'shuv qilganimizdan keyin mana bundoq bo'lsin deylik. Bunda ikkita probel bo'lsin deylik. Ozgina joy qoldirish kerak baribir. Plus qilamiz. Total count qo'shishsin deylik.
total count qovus ichida bo'lsin deylik. Buni ham kelinglar. Mana bunda qovus ichini ochib yuborib qolamiz. Qovus ichi mana bunda bo'lishi kerak. Mana bu yoqqa bitta probel. Xudo xolasa to'g'ri ketyapmiz. Bu yoqqa yana bunda. 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 Hop, mana bir yozildi. Mana endi bu yerga как будто mana bu narsasini ham qo'shib qo'yamiz. Mana bunday qilamiz-da. Ta'da yozib qo'yamiz. Mana bu bitta probel. Mana bitta bo'ladi, как будто qovus ichida bitta deganday ma'noda chiqib kelaveradi. Hop, tumbaga ham prinsipi shunga ham shunaqa qilib qo'shib qo'ysak bo'lar ekan. Mahsulot soni degan joyi bo'lishi kerak. Qayerdadir bizda mahsulot nomi bor ekan, mahsulot soni yo'q ekan. Demak, mahsulot sonini ham qo'shib qolamiz. Изделие количество. Product count ekan. Article material, mahsulot nomi, mahsulot to'g'ri 23 ta bo'lsin deb yozaylik mana. Mahsulot soni. Bundan kopiya olib boramiz-da. Bu yoqqa qo'shib qo'yamiz. Qani qaysi joyda edi? Past detal. Mana shu yerga qo'shib qo'yamiz. Demak, plus qilamiz. Plus qilib turib, mana buni ochamiz. Ikkita bitta joy tashab turib, qovus ochib turamiz-da. Buni yopib turib, bundoq qilib product count yana plus ikkita mana buni ochamiz. Buni yopamiz. Oldiga bitta probel bosib taqib qo'yamiz. Okey. Tumba 23 ta degan ma'noda chiqib kelyapti. To'g'ri. Mana bu yerda ko'rsak bo'ladi. Buyurtma nomer mana bunaqa, shkaf bunaqa. Hozir ozgina chaplashib ketyapti. Mayli, hozircha bu chaplashib ketishini to'g'rilab olsak bo'ladi. Telefon qolib ketgan ekan. Telefonni o'chirib qo'yishimiz kerak ekan bu yerdan. Mayli, buni hozir bundoq qilib o'chirib turaylik. Endi qaytadan ko'rib boqaylik. Buyurtma shkaf bunaqa shkaf artikullari mana ma'nolari bilan chiqib kelyapti. Stoyga bitta bo'lib chiqyapti. Demak, mana bu yozuvlarni ozgina pastroqqa tushirib yuborsak bo'ladi. Mana bu kolичество уже bizga kerak emas. Shuni ham o'chirib tashlaymiz. Delete bosamiz, bo'ldi. Delete bosga o'xshamayapti. Mana bu yerdan qilib olishimiz kerak ekan. Hop, ana endi chisla ham. Chislani biz mana bu yerda bunda bossak, числовой prezent format mana bularni kopiya qilib qo'ysak bo'ldi mana. Buni bosamiz, buni o'chiramiz. Delete. Bitta probel. Bo'ldi. To'g'ri ishlayapti. Mana soatimiz 6:15 bugungi chislani ko'rsatib turibdi. Ana endi buni ma'lumotlarga qo'yib qo'yaman. Taxminan mashlarga surib qo'yaman. Bunda surib bo'lmaydi-da, shunisi bor. Mana bunga bosaman. Taxminiy uzunligi mana 15 bo'lsin deylik. Qani işte berot по ширине x bo'yicha 60 ta bo'lsin deylik. Qani yana ozgina olib kelish kerak ekan. 80. Mana bunisini sal kattaroq qilishimiz kerak ekan. Prinsipi mana shu yetadi, lekin mana bungacha surib olib kelsak bo'lar ekan. 62 emas, 66 qilaylik. Mana 66, 67 qilsak ham bo'lar ekan. Xo'p, bitta saqrayni qilib qolaman. Hop, buni kirgizdik. Bular ham yaxshi. Ana endi kronkalarni ham kirgizib qolamiz. Demak, kronkamiz shu bizada bo'ladi. Sverxu mana и снизу. Mana shularni to'g'rilab olishimiz kerak bo'lar ekan. Simvol bizga вообще kerak emas. O'shaning uchun simvolni o'chirib tashlayvera qolaman.
o'chirsak hozir xato beradi. Mana to'g'ri. Xato berayotgani sababi verniy kromkada bizada simvol ketyapti. ETS ekan. Demak, ETS ni o'chirib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Mana buni o'chirib qo'ysak. Okey. Ana endi buni ham o'chirib yuborib qolamiz. Вообще-то kerak emas mana. Endi вообще-то kerak bo'lib qolar ekan mayli. Mana shunda turaversin, yoqib qo'yaylik. Mana bu ETS ni o'chirib yuborsak bo'ladi. Qani qayerda qolding? ETS mana. Mana bossak xatolik beryapti. Demak, u xatolik mana bundan ketyapti. Buni ham ko'rib qolaylik. Verniy kromka ETS mana. Agarda ETS bo'sh bo'lmasa deyapti, kromkani chiqazib bergin deyapti. Shuning uchun ETS emas, ETN qilib qo'yamiz. Mana buniki ETN. Okey. Mana endi ETN ni ETS ni o'chirib yuboramiz. Mana endi уже xatolikni chiqazmayapti. Shuni bosamiz, X uramiz, bo'ldi. Kromkani nomi mana. Nakleyka кромки снизу of EBN. Так, EBN. Xo'sh, tepaniki bo'lsin deylik bu mana. Hop. Buni qisqartma qilib yozib qo'ysak bo'ladi. Kromka L1. Kromka L1 bo'lsa, xuddi o'shanda bizda mana bu detalировкада ketayotganda, mana L1imiz ketayotgandek bo'lib chiqaveradi. Mana bunga ham xuddi shu narsa qilib yuboramiz. Kromka L2. Okey. Ana endi mana EBNni ham to'g'rilab qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, снизу EBS. Tak, buni ham o'chirib qolaman. Bu yerda mana bunda xatolik ketyapti deyapti. EBN qilib qo'ysak bo'ldi. Okey. Mana mana bunigini ham delete. Chop ketdi. Bo'ldi. To'g'ri bo'ldi. Ortiqcha informatsiyalarni chiqarib tashlaymiz. Sezayotgan bo'lsanglar, kerakli informatsiyalar ko'p bo'ldi. Xo'sh, ana endi kromka mana yon tarafga. Kromka sleva bu ham dalay. Tak, bu ham ketsin. Okey. Mana tepaga ko'tarib qo'yamiz. Hop, demak kromka W1 bo'lsin. Kromka W2. W2. Okey. Endi LN bilan RN ni to'g'rilab qo'yishimiz kerak ekan. Demak, buni ochamiz. Xo'sh, buni ochamiz. LN ni qo'yamiz. Bo'ldi. Ошибка. Bu yerda mana buni o'chirib yuboramiz. Okey. Endi bu yerda RN ekan. RN. Okey. Buni ham biz o'chirib yuboramiz. Okey. Qayerdadir yana xatolik ketyapti. Mana, уже to'g'rilanib oldi. Uzoqlar yaqin qilganimdan keyin bo'ldi. Endi mana bu yerga ikkita uzun kromkani joylashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joydan boshlab turib. Demak, uning uchun verniy kromka, mana tepa kromka yozamiz. Kromka L1. Okey. Kromka L2. Balaga nimalarga kirib ketdi. Hop, mayli. Kromka chap ekan. Kromka W1. Okey. Kromka W2. Kromka W2.
Okey. Bo'ldi. Ana endi mana bu yerdan yozib to'g'rilab chiqishimiz kerak bo'ladi. Xuddi mashinaga o'xshatib chizuvchi tashib bersin deylik. Lekin bu yerda bitta narsani hisobga olinglar. Xuddi ba'zi mebel ishiga o'xshatib mana bu ikkili kronka kelsa shiroki chizuv, no'to'g'ri kelsa mana bu ingichka chizuv chizib bersin deb formula qila olmaymiz. Buni giblabda iloji yo'q. O'shaning uchun oddiy chizuv tashiydigan qilib chiqazib beraveramiz. Hozircha kelinglar mana mashina shotga tushirib turavera qolaylik. Ya'ni x imiz 0 da tursin, y imiz kelinglar sal pastroqqa tushirib turaveramiz. Taxminan 20 kelinglar yerdan qarab ko'ramiz. Hop, 22,5 bo'lsa, hop 26 qilsak menimcha to'g'ri kelsa kerak. 26 beramiz. Okey. Yo'q, ko'payib ketdi. Xo'sh, 25 23 qilaylik qani. 23 qilsak menimcha sal normal keldi. Ana endi men bitta kronkani ham tushirib qo'yishim kerak ekan. Demak, mana buni tushiramiz. Bunimiz 0 bo'ladi. Выровнивая по правому краю qilamiz. Y-imizni 20 3 qilamiz. Uzunligi bo'ladigan bo'lsa, elimizni bo'lingani ikkisiga bo'lsin deylik, ayrilganiga taxminan 2 bo'lsin deylik. Qani nima narsa chiqadi? Biz kutgan narsa bo'lib chiqdi, to'ppa-to'g'ri. Faqat razmerimiz sal tepaga ketib qoldi. Shuni to'g'rilab olishimiz kerak bo'lar ekan. 26 ga beraylik qani. 26 ga berdik. Mana xudo xolasa to'g'ri narsa bo'lib chiqyapti. Ana endi mana bu joyini to'g'rilab olamiz. Bu joyimizni mana razmerimizni format mana 0 anaqani oladi. X orasiga tashlayapti. Width mana bunaqa. Qisqasi mana shu ko'rinishda yozsanglar bo'ldi mana. Agarda sizlar boshqacha shablon qo'ygan bo'lsanglar, virguldan keyin hech qanaqa sifra ko'rsatmaydi. Uni ko'rsatish uchun men bitta adashmasam bir ko'rsatish kerak edi. O'shanda virguldan keyin sifra ko'rsatardi. Qani bitta qilib ko'raylik. Bir qilardi. To'ppa-to'g'ri virguldan keyin bitta 0 tashab chiqazib beradi degan. Agarda sizlarga kerak emas bo'lsa 0 qilib qo'ysanglar bo'ldi mana. Ana endi mana mashina mashinaga taxminan qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana Dufferrari tagiga mana buni eng cheti to'g'ri kelishi kerak. Hop, Y-imiz bo'lsin taxminan 30, W kelinglar 35 qilaylik. Okey. Demak, yana ozgina pastga tushirish kerak ekan. 33. Okey. 33 ko'payib ketdi. 31. 31 ham. 32 qilaylik qani. 32 imizdan sal normal keldi. Mana endi buni x o'qi bo'yicha surishimiz kerak. X o'qi bo'yicha surayotganimizda kelinglar mana bunaqa qilaylik. Mana bu значениyani shirinani mana bundoq qilaylik. 2000 qilaylik. Mana buni 2500 qilib turaylik vaqtinchalik. O'shanda mana bu x imizni bizga sentrga kelib berish kerak bo'ladi. Mana bu razmerni ozgina siqamiz. Widthsi taxminan 33 qilaylik qani. Yana ozgina siqsak bo'lar ekan. 32 qilsak ham bo'lar ekan. 31 qani. Bo'ldi. Demak, endi biz mana bundoq qilishimiz kerak. X imizni hop 100 bo'ladigan bo'lsa,
Tak, yarmisiga olib turib razmeri bu yoqqa buncha tashlavorsin deylik. Ana. Hop, bu получается demak, 100 dan ayiramiz. Tak, bo'lamiz 2siga bo'lsa 31 yarmisi 16. 16 bo'lsa 34. Taxminan shunaqa qilishimiz kerak ekan. Ya'ni eldan ayiramiz, to'g'ri bo'lamiz 2ga. Bo'lgan yarimiga 2ga bo'lganimizda mana bu joyi sentrdan boshlanadi. Bundan yana ayiramiz taxminan 16 ni. Menimcha o'shani to'g'ri keladi. Mana xudo xolasa mana shunaqa formula qilib chiqazib olsanglar bo'ladi. Уже bu переменный bo'ldi. Agarda razmeri o'zgartiradigan bo'lsanglar, уже mana bu joylari avtomatik o'zgarib boraveradi. Ana endi mana bu joyini to'g'rilab qo'yishimiz kerak. Kronkani mana buni chizig'i qanaqa bo'lishi kerak? Ya'ni hashini 1 beraveraylikchi qani. Mana bu yerda uzunligini biz beramiz 50 bo'lingani 2siga deylikchi qani. Tak, buni 0 qilaylik. 26 qilaylikchi qani. Xo'sh. Mana 27 qilamiz. Okey. Mana. Bundan ayru 2 qilaylik. Okey, mana. Xudo xolasa mana chiroyli narsa bo'lib chiqadi. O'sha men pechat beradigan bo'lsak, kronkasi bo'lganda mana kerakli tarafda mana o'sha bunaqalari bilan, kronkalari bilan pechatlari hammasi chiroyli bo'lib chiqib kelaveradi. Faqat mana yozug'imiz ozgina siqilib qolayotgan ekan. Shu yozug'imizni sal to'g'rilab qo'yishimiz kerak ekan. Mana buni ham ozgina pastroqqa tushirib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Tak, demak, mana yozug'imizni ozgina cho'zib yuboramiz. Taxminan 50 значение beraylik. Mana bunda necha ekan qani? Juda uzun ekan bu ham. Buni tak 30 deylik qani. Bo'ladi. Demak, mana buni ozgina pastroqqa tushirib yuboramiz. Tak, 26 emas, 27. 27 emas, 28. Bu 32 emas, 33 qilamiz. Mana endi pechat qilib ko'ramiz. Mana buni ham ozgina pastga tushirsak bo'lar ekan. 22 emas, 23. Mana. Hop. Esingizda bo'lsa, ba'ziz berkani o'zida nastroykasida taxminan 1 soatda полный настройка qilib bo'lgan bo'lsak, уже mana bunda giblabda уже 2 soat vaqt ketyapti. Formula qilinayotgani hisobiga sal cho'zilib ketadi. Shu taraflari bor. Keringlar, hozir bugun полный mana shularning nastroykasini qilib qolamiz-da. Keyingi darsda boshqa joylarini uslovniy formatirovaniyalarini ko'rib chiqamiz. Ya'ni shu ba'zi darsida ko'rgan bo'lsanglar, qadar puzzle bo'layotgan bo'lsa yoki risunkalari bo'layotgan bo'lsa, o'sha risunkalari qanaqa chiqariladi, o'shalarni ko'rgan edik. Qanaqa nastroyka qilinadi, o'shalarini keyingi darslarda ko'rib chiqamiz. Hozircha faqat mana shularni o'zini nastroykasini qilib chiqarsak, kommentariyalarni data pechat qildik. Sonini ham berib bo'ldik. Ozgina qoldi prinsipi. Hop, ana endi bizga kronka L1 bo'ldi. Endi mana buni qilib olishimiz kerak bo'ladi. Demak, bunimiz 0. Y-imiz bo'lsin deylik. 35 berib turaveraylik. Mana buni bo'lingan 2 ayrilgan 2siga to'g'ri kelyapti. Bu 0. Bu bitta ko'payayotdi. Mana. Yana ozgina ko'tarsak bo'lar ekan. 34 beraylikchi qani. Mana 34 da normalni chiqar ekan. Keyingisi mana
Demak, mana buni значениesidan kopiya olsak bo'ladi. Y-imiz shart emas. Mana bu x0 bo'laveradi. W si bu bo'lib ketaveradi. Kromkamiz 3 bo'lishi kerak edi aytgancha. Mana bunaqa qilaylik. Mana bu kiramiz. 3 bu bunda bu bunda. Bu 0. Buni 36 berib turaylikchi qani. Yana ozgina tushar ekan. 38 beraylikchi qani. Bo'ldi. 38imizda to'g'ri bo'ldi. Ana endi mana bu kromkalarni bu yoqqa aylantirib olishimiz kerak bo'ladi. Bularni yopib turaman. Demak, mana bu chizuv mana bularimiz kerak emas bizga. Mana bu ham kerak emas. Demak, bizga mana bu L1 mana bunisi kerak bo'ladi. X tushayotgani 28 ga tushirishimiz kerak. Mana bu liniyani qani. Mana. Y-imiz 28. X'imiz bo'ladigan bo'lsa, mana bu anaqada bo'lishi kerak, razmerda boshlanishi kerak. Uzunligi bo'ladigan bo'lsa, bu ham mana bunaqa bo'ladi adashmasam. H'imiz bo'ladigan bo'lsa 0. Bu bitta ko'taramiz. Bu formulamiz ozgina xato ketdi. Demak, ikkita yarmiga bo'lingandan keyin yarmidan adashmasam plus qilishimiz kerak. Plus qildik, faqat mana Mahmudgacha keldi. Prinsipi to'g'ri. Buni o'chirib yubora qolaman mana. Buni ham o'chirib yuboraman. Demak, bunimiz mana bu x y bu anaqada bo'lishi kerak 27 da. 27 ni qo'yamiz. Buni endi o'ng tarafga to'g'rilab qo'yadigan qilamiz. Buni bundoq plus bundoq qilsak, xudo xolasa to'g'ri chiqishi kerak. Mana adashmaman, liniyali bo'lishi kerak mana. Endi uzunligi mana bu razmerda bo'lsa, mana xudo xolasa mana kromkalari ham to'g'ri bo'lyapti. Mana endi xo'sh, mana bularni ham o'chirib yuboramiz. Kerak emas bizga. Bu ham kerak emas. Mana endi bizga mana buni balandligi, buni y o'qida turishi, demak 34 ekan. Y 34 ga qo'yamiz. Bu mana bu plus qilsak, xudo xolasa to'g'ri chiqadi. Qalinligi 0. To'g'rirog'i bu bundoq bo'lishi kerak edi. Bu 0. Mana bu bundoq. Mana. Shu bu bundoq tushdi. Xudo xolasa hammasi yaxshi ketyapti. Endi bunisini balandligi mana bundan olish kerak. Demak 38 ekan. Xo'sh, y-imiz 38. Bu bundoq, faqat bunga qo'shilgani bu bo'ladi. Uzunligi bu bundoq. Chap tarafga taqalgan bu 3 bo'ladi. Okey. Xo'sh, buni balandligini olmadimmi? 38. Mana adashimdan uzr. 38. Okey. Mana bunimiz sal mayda bo'lib qopti. Qayerda qolding? Mana. Demak, buni 3 qilamiz. Okey. Mana bo'ldi. Xudo xolasa kromkalargacha to'g'rilab bo'ldik. Mana bu narsa bizga umuman keragi yo'q. Demak, aylantirib bergin desa ham shart emas. Xo'sh. Bu narsa ham mana kerak emas. Okey. Mana bu aylantirib berish kerak emas. Xudo xolasa mana ancha-muncha nastroykalarini qilib oldik. Project description, ya'ni qanaqadir informatsiya. Telefon, mayli, buni ham
O'chirib yuboraylik, bu informatsiya menga hozircha kerak emas. Nastroykalarimiz hozir yaxshi ketyapti. Bo'ldi. В принципе, hozircha shular. Сохранить qilib qo'yaman bitta. Сохранить. Okey. Okey. Открыть. Etiketkalarimiz ko'rinishi o'zgardi. Bo'ldi. Bo'ldi. Ana endi keyingi darsda sizlar bilan Mahmudga logotiplar qo'shamiz. Teksturasi farqi bo'lmasa, emblema chiqazib bergin deb ko'rsatib beramiz. Prisatkalari bo'lsa, prisatkaga специальный emblema, Mahmudga firminniy logotip qo'yamiz. Mahmudga если что qanaqadir bitta rasmlarini qo'yib yuboramiz. Endi etiketkamiz sal kichkina bo'lgani uchun mana shunaqa qilishga majburmiz. Agarda kattaroq, misol uchun 10 ga 8 li etiketka bo'ladigan bo'lsa, unda ko'proq informatsiya ketadi. Kelinglar, o'shani ham keyingi darsda nastroykalarini qilib chiqazib yuboramiz. Bugungi darsimiz shu. Xayr, salomat bo'linglar.